Dikkat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan. Assalomu alaykum. Ushbu videoda sizga bir xbet platformasida qanday qilib ro'yxatdan o'tish mumkinligini bosqichma-bosqich ko'rsatib beraman. Avvalo, telefoningiz yoki kompyuteringiz orqali bir xbet rasmiy saytiga kiring. Sayt ochilgandan so'ng ekranning yuqori qismida joylashgan ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Shundan keyin sizga bir nechta ro'yxatdan o'tish usullari taklif qilinadi. Eng qulay usullardan biri telefon raqami orqali ro'yxatdan o'tish hisoblanadi. Telefon raqamingizni kiriting va xavfsiz parol yarating. Parol kamida bir nechta harf va raqamlardan iborat bo'lishi tavsiya etiladi. Shuningdek, elektron pochta orqali ham hisob yaratishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tish formasida promokod degan maydonni ko'rasiz. Shu joyga bir xbet promo kodini kiriting. Bu kod yangi foydalanuvchilar uchun maxsus takliflardan foydalanish imkoniyatini berishi mumkin. Keyingi bosqichda ism, familiya, tug'ilgan sana va yashash mamlakati kabi ma'lumotlarni to'g'ri kiriting. Barcha ma'lumotlar pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi hujjatdagi ma'lumotlarga mos bo'lishi kerak. Bu keyinchalik hisobni tasdiqlash jarayonida muhim ahamiyatga ega. Ma'lumotlarni kiritib bo'lgach, foydalanish shartlari bilan tanishing va rozilik belgisini qo'ying. So'ng ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Bir necha soniyadan keyin sizning hisobingiz yaratiladi. Hisob yaratilgandan so'ng telefon raqamingiz yoki elektron pochtangizga tasdiqlash kodi yuborilishi mumkin. Kelgan kodni tegishli maydonga kiriting va hisobingizni faollashtiring. Shundan so'ng shaxsiy kabinetga kirishingiz mumkin bo'ladi. Xavfsizlikni oshirish uchun profil sozlamalariga kirib, 2 bosqichli himoya funksiyasini yoqishingiz tavsiya etiladi. Bu hisobingizni qo'shimcha himoya qiladi. Agar platformadan foydalanishda muammoga duch kelsangiz, saytning qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilishingiz mumkin. Ular odatda 24 soat davomida foydalanuvchilarga yordam ko'rsatadi. Shunday qilib, bir xbet platformasida ro'yxatdan o'tish jarayoni juda oddiy. Rasmiy saytga kiring, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing, ma'lumotlaringizni kiriting, promo kod maydoniga bir xbet kodini yozing va hisobingizni tasdiqlang. Videoni foydali deb hisoblasangiz, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang.